Yana narsa pishiramizmi? Demaymiz endi, chunki bu bulochka mazaliligidan kuniga 2 mahal pishirgili kep ketadi. Endi ovsinlarni retsepti har doimgidek oson. Idishimizga 3 choy qoshiq dro'jani solib, maftu o'qishdan kelguncha videoni tayyor qilib qo'ymasam, yana bir-birimizga qarab o'tiramiz, qachon videoni tayyor qilamiz deb. 6 choy qoshiq shakariyam sirasi sovuramiz. To'ppa-to'g'ri topdinglar. Maftu student, xudo xohlasa shu yili bitiradi. Ammo uyda student, chunki konspektini ikkalamiz yozamiz. Aytgancha bulochkamizga yarim choy qoshiq tuz ham qo'shib olaylik. Top-toza qilib yuvib olgan ikkita tuxumimizni chaqib, venchikda yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Video tayyor bo'lib qoldimi, Nasi? Endi sut solib venchikda aralashtirib o'tdim. Aytgancha sutni o'sha o'zimizni mashhur stakanda 2,5 stakan solamiz, iludan suvroq qilib. Beraqa men davom ettiraman. 200 gramm un margarinimizni eritib solamiz. O'zinglarning xohishinglarga ko'ra boshqa margarin ham ishlatsanglar bo'ladi. Endi unimizni galib, un solib, sekin-astalik bilan xamir qilishga o'tamiz. Ko'rayotganinglardek xamir qilamiz. Yopishar, yopishmas xamir qilamiz. Ozgina qo'linglarni yog'lab, oxirida xamirni tog'orachaning chetiga surib olsanglar yaxshi oshadi. Xamirimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Qo'lga yopishar, yopishmaslik. Bo'ldi, shaytonga hay berib xamirimizni yarim soatga oshirishga olib qo'yamiz. Mana xamirimiz ham oshib oldi. Yumshoq paryastuga o'xshaydi. 200 gramm shokoladli margarin, 1 piyola to'lar-to'lmas yong'oq, shunaqa shokoladli pasta olib yoyib olamiz. Oshgan xamirimizni ikkiga bo'lib olib, shokoladli pastamizni xamirga yaxshilab surib olib, xamirimizni to'rtta taxlab morozilnikka yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Xamirlari shunda qavat-qavat bo'lib chiqadi. Ikkinchi xamirimizni ham olib, yoyib, xuddi shunaqa ko'rinishda taxlab, uni ham yarim soatga morozilnikka solib qo'yamiz. Birinchi etap tugadi. Ikkinchi etapda yana bir marta shunaqa morozilnikdan olib, juvada shunaqa yoyib, yana taxlab morozilnikka solib qo'yamiz. Qavatlari ko'p bo'lgan xamirimizni yoyib olib, ichiga pastamizni yaxshilab qoshiqda surib chiqamiz. Pitsa ko'rinishida 8-10 bo'laklarga bo'lib olib, sekin o'rab chiqishni boshlaymiz. Xamir yoyayotganda texnikasini erinmasdan qavat-qavat qilib chiqsak, shunaqa chiroyli qavat-qavat bo'lib bulochkalarimiz qizarib pishadi. Men bulochkani umuman yoqtirmasdim, lekin bu voy nima deyapti. Asmo bilan Soimani uxlatib, bulochkani yoniga bitta kofe tayyorlab yesak, bizga yoqimli ishtaha. Keyingi videoda ko'rishguncha bulochkadan bitta qilib ko'ringlar.